Ayollarga xos tepakallik ushbu holatimiz ko'rib turibmiz. Qanaqa darajada ochilgan. Ko'proq holatda bu genetik bo'ladi. Kuchaytiruvchi faktorlar hisobiga bu tezlashib ketadi. Ayollarda tug'ruqdan keyin, emziqli davrdan o'tgandan keyin yoki narkoz olgandan keyin bu juda ham ko'zga yaqqol holat tashlanadigan bo'lib qoladi. Buni qiyin tomonlari ayollarga bu sohani yashirib yurishga biroz qiynaladi. Shuning uchun hozir hijob o'raydiganlar juda ham ko'p qismi masalan har xil maqsadda o'raladi. Kimdir o'zimiz dinimizdan kelib chiqib o'raydigan bo'lsa, kimdir maskirovka sifatida foydalanadi bundan. Sochlarini yashirib yuradiganlar ham ko'p. Aslini olganda ayrimlarda bu holatda to'g'irlash imkoniyati bor. Bunga murojaat qilsa, shu holatda to'g'irlab sochlarni uzun tarab yuradigan holatgacha keladi. Faqat ozgina vaqt so'raydi. Ko'proq bu bilan shug'ullansa, ushbu sohani yopib, sochlarning to'kilishini, sochlarning umrini uzaytirib, yana yo'q joylardan sochlarni chiqarib, ushbu sohani yopsa bo'ladi. Androgen alopetsiya shunaqa holat uchragan paytda buni yashirishga emas yoki ushbu holatdan vaqtincha qutulish maqsadida emas, buni butkul bartaraf qilishga harakat qilish kerak. Ko'rib turibmiz sochlarni qanaqa holatda siyraklashib ketganligini. Bu bemorlarda diskomfort ko'p chaqiradi, ya'ni o'zini noqulay tutishi, ya'ni hammani oldida o'zini erkin tutolmasligi, o'z-o'zidan bilamiz, psixologik o'zgarishlar chaqiradi. Ko'p nervli bo'lib qoladi, jahli chiqib. Agar ozgina soch haqida gapiriladigan bo'lsa, yanada jarayon sekin-sekin og'irlashib, keyin bosqichga o'tib ketaveradi. Ko'rib turganimizdek, sochlarning qanaqa siyrakligini. Ushbu holatga duch kelgan vaqtda, shunaqa holatlar uchragan paytda albatta murojaat qilishni tavsiya qilib qolamiz.